Shirinlik yaxshi ko'radiganlar, yaqinroq kelinglar. Qaranglar, nima zakaz qildim. O'zim ham bilmayman nima zakaz qilganimni. Buni ichiga nima qo'shilganini ham bilmayman. Mana qaranglar. Qani ochib ko'ramiz. Bugun nimagadir rosa shirinlik yegim kelib ketdi. Ovqat hali yeganim yo'q. Faqat shirinlik yeyaman. Bismillah. Ustiga anaqa qo'yib qo'yibdi. Klubnika. Qani bismillah yeb ko'ramiz. Voy, qattiq ekan. Qani yedi. Ichi kadayif bilan anaqa ekan, morojniy ekan, adashmasam. Bismillah. Koreyada kadayif rosa moda bo'ldi. Mana qani videodan deb yozibdilar. Karus pochamiz o'ynagan videoga. Karus pochamiz ma'noli videolarga tushib bermaydilar. Bitta video bor tushib berasizmi deb so'rasam, ma'nosi yo'qmi deb so'raydilar. Ha, ma'nosiz o'zingiz xohlagan qilig'i qilsangiz bo'ladi desam, keyin tushib beradilar. Bo'lmasam tushib bermaydilar. Rostdan ham gapiraman, hazillashganim yo'q. Ma'noli videolarga tushmaydi. Keyin o'ynashni o'rgatsak ham quloq solmaydilar. O'zi xohlagan dvijeniyani qiladilar. Morojnasi ajoyib ekan. Umuman shirin emas ekan. Shakar yo'q ekan. Boshqacha morojniy ekan. Qaynonam biroz yaxshi ko'rsa kerak shuni. Shirin emas ekan, shakarsiz ekan morojnasi.